dan hadirin sekalian, dengan penuh rasa bahagia saya berdiri di hadapan Anda semua dalam sebuah momen yang istimewa ini. Momen yang tidak hanya mempertemukan dua bangsa yang berjauhan secara geografis, Indonesia dan Uzbekistan, tetapi juga mempertemukan dua warisan besar peradaban dua bangsa dalam satu panggung, yaitu warisan intelektual Islam oleh Imam Bukhari dan warisan kepemimpinan bangsa dan dunia oleh Presiden avvalo ushbu ajoyib asarni tarjima qilgan bu narsani sahnaga olib chiqqan ijodkorlarga minnatdorchilik bildiraman va albatta Bunkarno, Sukarno janoblarini ushbu sayohatini ahamiyatini barchaga ko'rsatib berish uchun xizmat qilmoqda. Acara ini juga dalam wujud nyata bagaimana seni dapat menjadi penghubung antara sejarah dan jiwa antar bangsa. Drama musikal Imam Al-Bukhari dan Sukarno yang disutradarai oleh Ahmad Fauzi dari Indonesia dan Falikon Umarov dari Uzbekistan bukanlah sebuah pertunjukan seni yang sangat artistik, melainkan juga sebuah pengingat dunia hari ini selalu tidak dapat dipisahkan dari sejarah masa lampau. Bung Karno menegaskan arti penting sejarah dalam pidatonya di Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1966 yang beliau beri judul pidatonya yang terkenal Jas Merah atau jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Avvalo bu asarni yaratgan rejissyorlarga minnatdorchilik bildirish bilan birgalikda Prezident Sukarnoni 17 avgust 1966 yil Mustaqillik bayramida Jas Merah degan nutqi bor. Aynan o'shadan iqtibos keltirmoqchiman, chunki bugungi tadbirimizga aloqador. Dalam pidatonya, Bung Karno mengingatkan bangsa Indonesia agar jangan sekali-kali meninggalkan atau melupakan sejarah bangsanya. Sebab jika suatu bangsa telah lupa akan sejarahnya di masa lampau, maka suatu saat bangsa tersebut akan tergelincir dan jatuh. Ushbu nutqlarida bevosita otam Sukarno janoblari 66-yilda tarixni qanchalik ahamiyatli ekanligiga urg'u berib, bir millat o'zini kelajagini fundament ustiga qurmoqchi bo'lsa, kelajagida o'zini birlik xalqini bir mush bo'lib ushlab turishni istasa, hech qachon tarixni tijoratiyatda unutmasligi kerak va tarixini qancha yuqori ko'targan millat buguni va kelajagini shunchalik yorqin ko'ra oladi degan. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1956 ketika dunia masih terpecah dalam sebuah ketegangan ideologis perang dingin blok barat dan timur, Presiden Soekarno, ayah saya, telah melakukan langkah yang berani dan monumental bagi peradaban dunia, utamanya bagi dunia Islam. Dalam kunjungan ke Uni Soviet tanggal 4 September 1956, Bung Karno sebelumnya meminta kepada Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev agar ditemukan makam Imam Bukhari. 1956-yilda siyosiy vaziyat juda yengil bo'lmagan. Ayniqsa, misol uchun, mamlakatlar o'rtasidagi sizga Sovet ittifoqidagi dinga bo'lgan munosabat, kichkina millatlarga bo'lgan munosabat, tarixga bo'lgan munosabat boshqacha bo'lgan. Shu sababli 1956-yil 4-sentyabrda aynan Nikita Xrushchevni taklifnomasi bilan muzokaralardan keyin Sovet ittifoqiga tashrif buyurishga qaror qiladi.
Bung Karno menyatakan niatnya untuk berziarah ke makam Imam Bukhari, seorang ulama besar dan perawi hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau kagumi. Ushbu tashrifni maqsad albatta siyosiy umumiy do'stlikni o'rnatishdan tashqari dunyoga tanilgan barcha musulmonlar kundalik hayotida amaliyot uchun qo'llaydigan hadislar to'plami, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni sahih hadislarini to'plagan va eng tartibli shaklga keltirgan islom olamidagi olimni maqbarasiga borish asosiy maqsadi bo'lgan. Seperti tadi yang telah diperlihatkan, Bung Karno ketika dibuang ke ND, beliau menurut cerita kepada saya dan saudara-saudara saya sangat mendalami agama Islam, dan terutama beliau sangat kagum kepada seorang yang bernama Imam Bukhari. Hali sahna asarida ko'rdilaring, endi oroliga siyosiy mahbus sifatida yuboriladi. Orolda bir necha yil qamoqda yashaydi Sukarno prezident bo'lishdan oldin va o'sha paytda islom diniga bo'lgan e'tiqodi yana ham kuchayib, aynan shu din haqidagi ilmlarni olishda Imom al-Buxoriyning hadislarini yana ham chuqur, ya'ni ruhan bu narsalar unga quvvat berib, keyinchalik siyosiy faoliyatida juda ko'p rol o'ynaydi. Awalnya permintaan Bung Karno banyak yang menentangnya karena pemerintah komunis Uni Soviet sedang menekan ekstraksi keagamaan pada masa itu. Bahkan lokasi makam Imam Bukhari kala itu nyaris telah terlupakan. Tapi Bung Karno bersikeras dengan suara tegas dan hati yang penuh keyakinan. Ia berkata, kalaupun harus naik kereta api sendiri, saya akan tetap pergi. Saya akan ziarah ke makam Imam Bukhari. Ammo o'sha paytda Moskvaga bo'lgan sayohatdan keyin O'zbekistonga ziyorat qismi boshlangan, lekin ziyoratning asosiy yakuniy manzili Imom al-Buxoriy maqbarasi bo'lgandan keyin albatta rasmiy Sovet ittifoqi bunga qarshilik ko'rsatishga, turli xil bahonalar bilan bunday buyuk imomni e'tibor, misol uchun aholi, mahalliy aholini e'tibor qaratishini istamagan holatda ko'p cheklovlar qo'yadi. Ulardan biri transportni yo'qligi, borishni qiyinligini bahona qilib ko'rsatishadi, lekin Sukarnoni o'sha kundaligida eslab o'tilgan, agarda poyezdda borish kerakmi, piyoda borish kerakmi, qanaqa noqulay bo'lsa ham, men bu tashrifimning yakunida Imom al-Buxoriyni maqbaralariga borishim shart deydi va hozirgi spektaklda aks etgandaqa o'sha uzoq masofali yo'lga bir butun delegatsiya bilan yakunigacha turib oladi, bormasam bo'lmaydi. Permintaan yang kedengarannya sederhana itu di tengah ketegangan geopolitik dunia pada waktu itu adalah bentuk keyakinan spiritual dan kewibawaan politik seorang Presiden Republik Indonesia pertama. Hozir oddiy ko'rinishi mumkin, misol uchun bir shaharga borish, ziyorat qilish, lekin bu paytdagi geosiyosiy ziddiyat, geosiyosiy neytral tura olish bu misol uchun tashrifni yana murakkablashtirgan, lekin Sukarnoning irodasi aynan bunday imomga bo'lgan hurmati bu narsani yakuniga yetkazishga imkon yaratdi. Bung Karno tidak membawa senjata, tidak membawa ancaman, melainkan membawa niat suci seorang muslim dan seorang pemimpin yang mencintai ilmu dan spiritualitasnya. Aynan shu munosabatda Sovet ittifoqi bilan hamkorlikda bu mamlakatdan qurol olib kelish asosiy maqsad bo'lmagan. Sanoatning qaysidir qismi yoki aynan tinchlikka rahna soladigan birorta harakat yoki kelishuv bo'lmagan. Asosiy maqsad ham do'stlik, ham aynan shunday buyuk shaxslarni merosini, hurmatini joyiga qo'yish bo'lgan. Permintaan ziarah Bung Karno ke makam Imam Bukhari direspon pemerintah Soviet, sehingga makam yang awalnya tidak terawat telah menjadi destinasi wisata religi bagi masyarakat Uzbekistan
dan bagi umat Islam dunia. Albatta shu tashrifdan keyin bitta odamni tashrifi bilan shunday buyuk shaxsni merosiga e'tibor yanada oshdi. O'zbek xalqini o'z bobolariga bo'lgan ishonchi va qaysidir ma'noda hurmatini yanada tiklanishiga imkon berdi va bu tashrif bahonasida butun dunyo shunday buyuk shaxsni qabri qayerda joylashganligini Sovet ittifoqidan tashqarida ham aniqlab olishiga imkon yaratdi. Saat ini Desa Hatam, 25 km dari kota Samarkand, Uzbekistan, berdiri sebuah kompleks suci, tempat ziarah yang menjadi simbol kekuatan ilmu dan iman. Hozir esa aynan shu maqbara Samarqand shahridan 25 km tashqarida joylashgan va hozir juda ko'p ziyoratchilarni bemalol borib kelishi mumkin bo'lgan joyga, juda muqaddas joyga aylandi. Dan dari langkah kecil itu lahirlah langkah-langkah yang lebih besar, lahirlah perubahan besar. Pemerintah Uni Soviet mulai membuka kembali pintu terhadap warisan Islam di Asia Tengah. Imam Bukhari pun kembali hadir dalam kesadaran umat, bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai simbol pengetahuan, moralitas, dan kebesaran peradaban Islam. Aynan shu tashrif bahonasida Imom al-Buxoriyni nafaqat shaxs sifatida, ya'ni merosi orqali, balki ilm yo'lida neytrallikni, ilm yo'lida mehnatni, umrni sarflash timsoli sifatida qoldi va Sovet ittifoqi aynan shu 56-yildan keyingi tashrifdan keyin aynan Imom al-Buxoriyni maqbarasiga e'tiborni, ularni merosiga ko'proq tanitishga imkon berdi mahalliy olimlar. Saudara sekalian, terutama anak muda negeri ini, siapakah Imam Bukhari? Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Ia dilahirkan pada tahun 810 Masehi di kota Bukhara, wilayah yang kini masuk dalam wilayah Uzbekistan. Imam Bukhari adalah seorang ahli hadis, yaitu seorang ulama yang mendedikasikan hidupnya untuk mengumpulkan, memverifikasi dan menyusun perkataan serta perbuatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu yerda o'tirgan ma'lum bir Imom al-Buxoriydek buyuk shaxsni bilmagan yosh avlod uchun qo'shimcha ma'lumot sifatida aytib o'tish mana vazifam, burchim. 810-yilda dunyoga kelgan, aynan Buxoroda dunyoga kelgan bu olim butun dunyoga o'sha yerga minglab, 100 minglab hadisdan saralab olingan eng ishonchli hadislar fiqhlarining muallifi bo'lib, ularni aynan nafaqat hadisning o'zi, balki hadisni yig'ishdagi ma'naviy prinsiplarga amal qilganligi bugungi kundagi yoshlar uchun qanchalik ilmga chanqoq va talabchan bo'lish uchun namuna deb ko'rsatish mumkin. Imam Bukhari pun kembali hadir dalam kesadaran umat, bukan hanya sebagai tokoh agama, tetapi sebagai simbol pengetahuan, moralitas, dan kebesaran peradaban Islam. Islom sivilizatsiyasidagi o'rni bu shaxsni asarlari bilan birgalikda aynan ilm prinsiplariga amal qilish, ma'naviy ustunlik va bevosita ularni shaxsiy o'sha ilm yig'ishdagi, ilm olishdagi va undan keyingi bu ilmdan foydalanadigan shaxslar oldidagi javobgarlik hissini islom sivilizatsiyasidagi olimlar orasida eng namunaviy vakillaridan deb ayta olaman. Yang membuat beliau begitu dihormati bukan hanya banyaknya hadis yang ia kumpulkan, tetapi metodologi ilmiahnya. Beliau sangat menekankan kualitas moral dan integritas setiap perawi, memastikan bahwa setiap mata rantai periwayat adalah orang yang dapat dipercaya dan pernah bertemu langsung
dengan yang meriwayatkan hadis tersebut. Ini adalah bentuk keilmuan yang sangat teliti dan integritas yang tinggi, nilai yang hari ini masih sangat relevan bagi kita semua. Bu olimni aynan bizga namuna bo'ladigan taraflarini yana qaytib o'tmoqchiman. Ular yig'ilgan hadislarni soni bilan emas ularni hurmati, balki ularni yig'ishdagi qanchalik ilmga talabchanlik, ularni o'qiydigan keyinchalik ummatni oldidagi mas'uliyat, ularni bevosita hadislarni o'sha zanjirini, san'atini, uzviyligini birinchi prinsip sifatida ushlaganliklari va agarda bu biror hadisni ikkinchi eshitgan odamni hayot bo'lsagina bu aynan shu hadisini sahihlik qatoriga qo'shganligi bugungi kundagi ilm va soxta xabarlarni tarqatuvchi yoki ma'lum bir ilmga yengil qarovchilarga juda yaxshi namuna bo'lib ko'rsata olamiz. Saudara-saudara sekalian, saya sendiri pada 20 Oktober 2024 lalu beruntung berkesempatan mengunjungi dan berziarah ke makam Imam Bukhari. Pada waktu itu sedang direnovasi dan tadi saya tanya kepada beliau, sekarang ini sudah menjadi sebuah tempat makam yang menurut saya luar biasa. Silakan untuk datang ke sana. Bertepatan saat saya diundang untuk mendapatkan gelar Profesor Kehormatan Bidang Pariwisata dan Warisan Budaya Dunia dari Universitas Silk Road International Uzbekistan. Bevosita 20-oktyabr 2024-yilda o'zim shaxsan aynan shu maqbaraga tashrif buyurdim va u paytda juda katta O'zbekiston hukumati tomonidan juda katta qayta qurish ishlari amalga oshirilayotgan ekan va hozirgi sahna ko'rinishini yakunida ko'rdimki, O'zbekiston prezidenti va aynan shu obyektni hozirgi holati, bitayotgan holatiga tashrif buyurganliklarini va juda xursand bo'ldim va bu yerda o'tirgan bugungi sahna ko'rinishidan zavqlangan mehmonlarni albatta men kabi deyaptilar ziyorat qilishlarini so'ragan bo'lardim va bevosita bu tashrifim O'zbekiston hukumati taklifi bilan va u yerda Samarqandda joylashgan Ipak yo'li universitetini faxriy professori unvoni berilishi munosabati bilan borgandim. Saat saya berdoa di pusara Imam Bukhari, saya didampingi oleh Ketua Kompleks Al-Bukhari, dan Komboy Ermamato, dan Imam Masjid Al-Bukhari, Mahmujon Ibo Dulai. Hati saya bergetar secara spiritual ketika berdoa di makam tersebut. Ushbu tashrif mobaynida ma'lum bevosita aynan shu kompleksni imomlari o'zlari kutib olishdi va kompleksni bevosita rahbariyat, hokimiyat vakillari bilan birgalikda xuddi otam kabi xuddi o'sha davrni qayta his qilish imkoniyatini berishdi. Membayangkan perjuangan spiritual dan keilmuan Imam Bukhari dan mengingat juga jejak yang dahulu dilalui oleh Bung Karno sehingga beliau masih sempat untuk memikirkan makam Imam Bukhari. Saya ketika mendengar cerita tersebut dari ayah saya sendiri, saya dapat merangkaikan betapa getaran hati mereka berdua ternyata bersambut. Karena kalau umpamanya Bung Karno tidak berkeinginan untuk mencari makamnya ketika saya berada di sana, dapat saya bayangkan makam itu tetap terkubur, tidak ada yang datang untuk berziarah. Makanya menurut saya inilah kesempatan bagi kalangan muda yang betul-betul ingin belajar masalah agama Islam. Tolonglah kalian pun harus banyak membaca hadis daripada Imam Bukhari. Aynan shu
maqbaraga ziyorat va duo paytida his qilgan tuyg'ularimni o'rtoqlashmoqchiman. Ya'ni o'sha paytda 56-yilda qanday holatga tushgan ekan otam. Chunki spektaklning yakunida ko'rdilar, anaqa Sukarno qabrning oldida shokka tushgan holati tasvirlangan. Bu aynan qabrning atrofini juda tashlandiq holatga kelganligidan, unda buyuk odamni shunday ahvolda tushganidan, qabrlarini e'tiborsizligidan bunday holatga tushganida shu narsani his qildim va hozirgi kunda qanday obod, qanday yaxshi joyga aylanganligidan ilhomlandim va shu munosabat bilan yoshlarga aytmoqchiman. Albatta barchalaring oladigan zamonaviy ilmlar bor, lekin aynan Imom al-Buxoriyning hadislarini ko'proq o'qishga, insonni haqiqiy nima deydi, hadislar orqali islomni haqiqiy amaliy holatda o'rganishga tavsiya etaman deyaptilar. Hadirin sekalian, Uzbekistan adalah negara yang kaya akan sejarah peradaban Islam. Ketika saya ke sana untuk pertama kali, saya sangat tidak menyangka. Kehidupannya sangat hangat, tempatnya itu sangat indah, seperti tadi sedikit digambarkan. Mereka sangat senang dengan tanaman, dengan yang namanya tumbuh-tumbuhan. Saya telah diminta lagi untuk pergi ke sana karena mereka meminta saya untuk membuat yang namanya sebuah taman, untuk menjadikan taman itu sebagai sebuah peristiwa persahabatan antara Indonesia dengan Uzbekistan. Endi zamonaviy O'zbekiston haqida gapirmoqchiman. Bevosita tashrifim mobaynida men kutmagan edim O'zbekiston shunchalik rivojlangan, shunchalik insonlari bag'rikeng va do'stona ekanligidan. Va yana bir e'tiborimni tortgan narsa tabiatga, o'simliklarga, tozalikka juda e'tiborli xalq ekan deyapti. Rivojlanganligi haqida, sharoitlari haqida hali ekranda qisqagina rolik berildi. Lekin bu Toshkent, Samarqand, boshqa shaharlarining imkoniyatlarini ondan birini ham ochib bera olmadi. Shu sababli ko'rishlaring kerak deyaptilar. Va o'sha yerda menga taklif qilishdi, bevosita tabiat bilan bog'liq, Indoneziya bilan bog'liq o'rmon yaratish nimasini berish. Shu sababli yana borishga majbur bo'laman. Bagi rakyat Indonesia, Uzbekistan bukan hanya sebuah negara di Asia Tengah. Ia adalah bagian dari sejarah spiritual bangsa kita. Jejak-jejak dari Presiden pertama Republik Indonesia yang telah mentautkan persahabatan. Bung Karno pernah menggambarkan rakyat Uzbekistan dengan peribahasa jauh di mata, dekat di hati. Dan rakyat Uzbekistan pun memiliki ungkapan serupa. Jika hati kita dekat, jarak bukanlah penghalang. O'zbekiston Markaziy Osiyodagi bizdan uzoqda joylashgan bir geografik nuqta ko'rinishida bo'lishi mumkin, lekin O'zbekistondagi madaniy meros, O'zbekistonni tarixi bu bizni bog'lab turadigan eng yaqin umumiyligimizdir. Shu sababli Sukarmoni oxirida qo'l bilan yozgan esdalik xatini ko'rsatdi spektaklda va u yerda aytilgan: indonezlarning maqolini yozib ketsam, o'zbek xalqiga tilagimda. Ko'zda masofa uzoq bo'lishi mumkin, lekin yurak nuqtai nazaridan yaqinmiz deb. Bu indonez maqoli. Lekin o'zbeklarda ham borganimda bildim, shunaqa maqol bor ekan. Agarda qalban biz bir-birimizga yaqin bo'lsak, masofani uzoqligi hech narsa emas. Bu menimcha sayohat qilishga imkon beradi. Acara malam ini bukan hanya sebuah pertunjukan, tapi juga sebuah jembatan sejarah dan perasaan. Kolaborasi para aktor, pemusik, penulis naskah, dan sutradara dari Indonesia dan Uzbekistan adalah bentuk nyata dari persahabatan yang lahir dari penghormatan dan cinta pada sejarah bersama. Bugungi tadbir faqatgina bir soat davom etgan ko'ngilochar nima emas, spektakl emas, balki bu kelajakdagi ikki millatni yanada yaqin qiladigan, bir-birimizga hurmatimizni, bir-birimizga qiladigan tadbirkorlik ishlarimizni
yana rivojlantiradigan ko'prik bo'lib xizmat qiladi. Chunki bu sahnada Indoneziya O'zbekiston tomonidan musiqachilar birga musiqa bastalagan. Dekoratorlar birgalikda kostyumlarning dekoratsiyasi bilan shug'ul. Ssenariy va rejissyorlar bu yerda birgalikda ishlagan. Uni ortida hukumat vakillarini qo'llab-quvvatlab turibdi. Demak, bir necha soha vakillarini birlashib shunaqa bir san'at asarini yaratganliklari bu degani kelajakdagi munosabatlarimizga yanada mustahkam poydevor qurdi deb ishonaman. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mewujudkan karya ini, kepada Ahmad Fauzi dan Valikon Umarov. Kalian telah menulis sejarah dengan tinta seni dan jiwa. Ahmad Fauzi va bevosita Umarov janoblariga minnatdorchiligimni bildiraman, chunki ularni intellektual va bevosita mehnatlari bilan shunday ajoyib narsa mana Jakartaga tashrif buyurdi va shuncha odamni ko'nglidan joy oldi. Kepada para pemain, kru dan penyelenggara, kalian harus yakin bukan hanya mengangkat kisah masa lalu, tapi juga menanamkan benih harapan untuk masa depan. Ya'ni bugungi tadbir sahna ko'rinishi bu tarixni eslash emas, balki kelajak uchun ko'chat ekish. Semoga kisah Imam Al-Bukhari dan Bung Karno ini menjadi pengingat bahwa ilmu, iman, dan keberanian selalu akan menemukan jalannya. Karena saya membaca dari Buddha Gautama yang mengatakan bahwa kebenaran itu pasti menang. Sehingga di sini dalam pidato saya sangat yakin bahwa kalau kita benar-benar menjadi manusia seutuhnya, saya yakin maka kebenaranlah yang selalu pasti akan menang. Buddha Gautamani gaplarini aytib o'tdilar, ya'ni yakunda haqiqatgina g'olib bo'ladi deyaptilar. Bu haqiqat albatta barchamizni, har bir o'zimizni ishimizga bo'lgan munosabat, o'zimizni o'zaro munosabatimizni samimiyligi aynan shunda aks etadi va yakunda bizni do'stligimiz shunday g'olibliklarga, yutuqlarga sababchi bo'ladi. Saya selalu berharap dan berdoa agar persahabatan antara bangsa Uzbekistan dan Indonesia akan terus hidup. Selalu kita menjaganya dengan rasa hormat, penghargaan, dan yang terutama adalah cinta kasih. Albatta bunday tadbirlar, bunday bir-birimiz bilan silay rahim, bir-birimiz bilan ko'rishib ikkita katta millatni, o'zini hududidagi eng katta millatlar o'rtasidagi do'stlikka, bir-birimizga mehrga, bir-birimizga qo'llovga sababchi bo'ladi. Katta rahmat barchaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.